Bemorimiz Samarqanddan tashrif buyurgan, ko'pchilik so'raydi, quloq operatsiyadan keyin necha kun yotaman doktor, oylab yotamanmi deb. Yo'q, quloq operatsiyasidan keyin unaqa hozir yangicha usuldagi operatsiyalardan keyin ko'rib turishingiz mumkin. Mana razrezlar ham yo'q, hech qanaqa kesiqlar ham yo'q. 2 kun oldin akada ham parda, ham protez qo'yganmiz. Aka, holat qanaqa? Bosh aylanishlar bo'lmadimi? O'zingiz yuribsiz shekilli, bemalol. Bugun uyingizga ruxsat beramiz, Samarqandga ketasiz aka. Hech qanaqa undan qo'rqadigan, qiyinchilik holatlari yo'q. O'shaning uchun albatta qo'rqish kerak emas bu holatdan. Ya'ni yangicha usuldagi operatsiyalar anchagina tez va reabilitatsiyasi juda ham tez bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa ortiqcha choklar, kesiqlar, razrezlar yo'q. Quloqning orqasi bus-butun, qirqilmagan, kesilmagan hech qanaqa. Lekin har doim ham hamma operatsiyada 100% endoskopik qilib bo'lmaydi. Ba'zi bir juda ham murakkab turdagi operatsiyalar va endoskopik timpanoplastika ko'rsatmasi bo'lmagan operatsiyalarni albatta orqadan kesib qilish kerak. Uni faqatgina tajribali doktor qaysi birini qilishni o'zi tanlaydi.